Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimizga xush kelibsiz. Va nihoyat oxirgi chiziqli algebra modulimizning mavzulariga oid vazifani ko'rib chiqamiz. Ya'ni mavzu ilg'or matritsa tushunchalari edi. Shu mavzuga oid mashqlar va mini loyihani ko'rib chiqamiz va chiziqli algebra bo'limimizni yakunlaymiz. Yana eslatib o'taman, onlayn materiallar mana bu veb-saytda joylashtirilgan. Va yana eslatib o'taman, mashqlarni bajarishdan oldin avval qog'oz va qalam bilan mashqlarni bajarib ko'ring, so'ngra esa NumPy'da hisoblab ko'ring. Birinchi mashqimizga to'xtaladigan bo'lsak, bizda ikkita matritsa berilgan A, B. Bu yerda sizdan talab qilinadigan narsa shunchaki ularning bu matritsalarning determinantlarini topish sizdan talab qilinadi. Ikkinchi mashqimizda esa bizga bitta matritsa berilgan, uni quyidagi normalarni topish sizdan so'raladi. Ya'ni Frobenius normasi, maksimum normasi va spektral normasi. Oxirgi mashqimiz esa bizda mana bu matritsa berilgan. 2 ga 2 matritsa, uni LU yoyishimiz kerak, QR yoyishimiz kerak va Eigen yoyishimiz kerak. Ya'ni mana shu 3 xil usulda ularni faktorlarga ajratishimiz kerak, faktorlashimiz kerak. Endi mini loyihaga to'xtaladigan bo'lsak, biz bu yerda tasvirni kompresslashni o'rganamiz. Bu yerda maqsad singulyar yoyish orqali biz tasvirni hajm jihatidan siqishimiz, ya'ni kompresslashimiz kerak va faqat eng muhim komponentlar bilan uni tiklash sifatini tahlil qilishimiz kerak. Bizga ushbu rasm berilgan. Bu siz ko'rayotgan tasvir aslida Hubble kosmik teleskopi tomonidan olingan mashhur rasm hisoblanadi. Bu rasm mana bu galaktikamizdagi yaratilish ustunlari deb nomlangan manzaraning kulrang versiyasi, ya'ni grayscale versiyasi. Bu tasvir o'zining yuqori aniqligi va murakkab tuzilishi bilan ma'lum. Ammo bitta muammo bor. Rasm bilan katta hajm sababli rasmni saqlash va uni uzatish uchun kosmik teleskopga katta xotira va tezkor aloqa qurilmalari kerak bo'ladi. Lekin agar o'ylab ko'ring, tasvirni kompresslasak, ya'ni uni hajmini qisqartirsak, mana shu katta xotira va tezkor aloqa qurilmalariga ehtiyoj sezilmaydi va ularga ehtiyoj kamayadi desak ham bo'ladi. Endi tasavvur qiling, siz NASAda ishlayapsiz, sizda NASA ishga taklif qilgan, siz NASAga yordam bermoqchisiz. Mana shu Hubble kosmik teleskopi tomonidan olingan rasmlarni kompresslab, ularni siz samarali ravishda Yerga jo'natmoqchisiz. Buni qilish uchun sizga SVD yoyish, ya'ni singulyar yoyish yordam beradi. Hozir sizga g'oyasini tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, bizda tasvirni biz matritsa sifatida qarasak bo'ladi. Ya'ni tasvirni A matritsa deb olsak, uni uzunligi va kengligi mn desak, bu tasvir matritsamizni singulyar yoyishimiz mumkin. Qanday yoyishimiz? O'tgan darsda o'tgan edik. Mana bu darsda, ya'ni 3 ta matritsalarga bo'lib chiqamiz. U sigma v transpos. Esingizda bo'lsa, U va V matritsalarimiz ortonormal eigen vektorlardan tashkil topgan edi. Ustunlari ortonormal eigen vektorlardan tashkil topgan matritsalar edi. Va mana bu diagonal matritsamiz esa diagonallari singulyar qiymatlardan tashkil topgan matritsamiz edi. Endi tasvirni SVD orqali kompresslashni asosiy g'oyasi shundaki, esingizda bo'lsa, mana bu singulyar qiymatlar shunday diagonal bo'yicha joylashganki, eng katta qiymat birinchi bo'ladi, undan kichikrog'i keyin joylashadi, undan kichikrog'i esa keyin joylashib va hokazo, eng kichkinasi oxirgi diagonalning oxirgi elementi bo'lib qoladi. Ya'ni ularni kichirayish tartibida joylashtirar edik. Mana bu sigma matritsamizga. Endi kompresslashning asosiy g'oyasi, agar eng katta singulyar qiymatni olsak, bu degani bu qiymatimiz mana bu vektor bilan bu vektorga ko'paytirganimizda mana bu matritsaga oid eng ko'p informatsiyani saqlab qoladi. Xuddi shu tarzda ikkinchi singulyar qiymatimiz esa tasvirni keyingi eng ko'p informatsiyalarini, detallarini saqlab qoladi va hokazo shunday bo'lib ketadi. Kompresslashda g'oyasi shundaki, biz eng muhim
keyta singulyar qiymat olishimiz kerakki, ya'ni bir nechta katta singulyar qiymatlarni tanlab olishimiz kerakki, ularga mos ustun va qatorlardan foydalanib biz matritsani taxminiy tiklashimiz kerak yoki o'sha matritsaga yaqin matritsani olishimiz kerak. Ya'ni mana deylik, mana bu keyimiz bu yerda 2 bo'lsa, biz bu yerda ikkita singulyar qiymatni olyapmiz, qizil bilan belgilangan va ularga bog'liq bo'lgan, ularga xos bo'lgan ikkita ustun vektorlarni yonidagi matritsalardan olyapmiz. Ya'ni ikkita vektor bu tarafdan, ikkita singulyar qiymat va ikkita vektor bu tarafdan. Va mana shularni endi bir-biriga ko'paytirsak, matrisalarimizni mana bu ikkita vektordan tashkil topgan matritsa va ikkita singulyar qiymatdan tashkil topgan matritsa va mana bu ikkita vektordan tashkil topgan matrisalarimizni bir-biriga ko'paytirsak, biz mana bu A matritsamizga eng yaqin bo'lgan matritsani taxminiy tiklashimiz mumkin. Ya'ni shunga eng taxminiy matritsani olishimiz mumkin. Endi sizdan talab qilinadigan narsa o'sha rasmimizni yuklab olishimiz kerakda. Buni singulyar yoyishimiz kerak. Ya'ni mana bu 3 ta matritsaga ajratishimiz kerak. Ularni singulyar qiymatlarini matplotlib orqali grafik chizib tasvirlab olishimiz kerak. Qanday ular kichrayadi qiymatlari. Va undan keyin shunday singulyar qiymatlarni olishimiz kerakki, masalan, bitta, 10 ta, 20 ta, 50 ta, 100 ta ulardan foydalanib biz tasvirni tiklashimiz kerak. Va oxirida esa 100 ta singulyar qiymatdan foydalanib kompresslash nisbatini hisoblashimiz kerak. Buning uchun biz original rasm uchun kerak bo'lgan yoki original rasm uchun qancha sonlar kerakligini topishimiz kerak. Kompresslangan rasm uchun qancha sonlar kerakligini topishimiz kerak va ikkalasini masalan orasidagi farqni topib, uni original rasm uchun qancha sonlar kerakligiga, o'sha sonlar kerakligini sonlariga bo'lsak, bizga o'sha nisbat kelib chiqadi. Kompresslash nisbati kelib chiqadi. Sizdan agar shu qadamlarni to'g'ri bajarsangiz, natijada siz kompresslangan va qanchaga rasmni kompresslaganligingizni bilib olishingiz mumkin. Shu yerda men sizlardan videoni to'xtatishni so'rayman va vazifalarni bajarishni so'rab qolardim. Bularni mashqlarda bajarib bo'lganingizdan keyin bemalol videoda davom ettirishingiz mumkin. Javoblarni birga tekshirib, mashqlarni birga yechib ko'ramiz. Mashqlarni oson ravishda bajardilaring va uddasidan chiqdilaring degan umiddaman. Keling endi birga yechimlarni birga ko'rib chiqamiz. Birinchi mashqimizda ikkita matritsa berilgandi, uni determinantlarini topishimiz kerak. Bu juda oson edi. Esingizda bo'lsa, avvalgi darsimizdagi formulalarni shunchaki ishlatardik-da, o'sha formulalarga mana bu sonlarimizni qo'yib chiqardik. Va natijada birinchi yechimimizda matritsamiz -34 bo'ladi determinanti va B matritsamizda determinanti 0 ga teng bo'ladi. Buni NumPy'da tekshirib ko'rishingiz mumkin. Buning uchun siz import numpy snp deb yozasizda, ikkita matritsamizni yozib chiqasiz va esingizda bo'lsa, o'tgan darsda ko'rganidek np.linalg deb turib yozsangiz, mana natija -34. Ya'ni javobimiz to'g'ri. Xuddi shu tarzda biz B matritsamizni determinantini ham tekshirib ko'ramiz va javob 0 chiqdi. Bu juda oddiy edi. Endi bu matritsamizni normalarini hisoblashimiz kerak edi. Bu yerda keling shunchaki NumPy'dan foydalanamiz hisoblash uchun. Frobenius normani topish uchun norm deymizda matritsamizni berib, bu yerda fro deb qo'yamiz. Ya'ni Frobenius normasini hisobladib, bizga mana bu son beryapti. 9.69. Endi maksimum normani topish uchun A deymizda, fro'ni o'rniga 1 deb yozib qo'yamiz. Shunda biz 12 ni olyapmiz va oxirgi spektral normani topish uchun biz shunchaki norm deymizda, bu yerga 2 ni berib qo'yapmiz. Va bu ham NumPy'da normani hisoblash juda oddiy ko'rib turibsiz. Endi bu yerda yoyishga to'xtalamiz. Mana bu matritsani biz 3 xil yo'lda yoyishimiz kerak. LU usuli bo'yicha, QR bo'yicha va eigen yoyish bo'yicha. Keling birinchi LU yoyishdan boshlaymiz. Esingizda bo'lsa, LU yoyish uchun eng oddiy usul mana matritsamizni yoniga birlik matritsamizni yozib qo'yardik-da va mana bu matritsamizning diagonallaridan pasini 0 ga tenglashtirib chiqishimiz kerak edi, 0 ga aylantirib chiqishimiz kerak edi. Mana bu bizda diagonaldan pastda bitta element turibdi, mana bu 2. Buni 0 ga aylantirish uchun biz shunchaki qator 1 da
1'i 2ga ko'paytiramizda qator 2dan ayiramiz. Mana bu yerda bu amalimiz va chiqqan javobni mana shu qatorda o'ziga yozib qo'ysak, 4 bo'lamiz 2ga 2, 2 minus 2 0 bo'ladi. Bu yerda 1 bo'lingan 2 1 u 2 bo'ladi va uni 3 dan ayirsak 5 bo'lingan 2 bo'ladi. Va xuddi shu amalimizning teskarisini biz mana bu birlik matritsamiz ustida ishlatishimiz kerak edi. Buning uchun mana bu yerda biz minus 1 2 ko'paygan qator bo'lsa, bizda bu yerda plus 1 bo'lingan 2 ko'paygan bir qator. Va bu amalimizni bajarsak, bizda endi 1 ko'paygan 1 u 2 qo'shib ikkinchi qatorga qo'ysak 0 edi. Bu yerda 1 u 2 bo'lib qoladi. Endi bu yerda 0 ko'paygan 1 u 2 0 bo'ladi va 0 ni 1 ga qo'ysak 1 bo'ladi. Yana natijani bu yerda yozib qo'yamiz. Ko'rib turibsiz, endi bizda quyidan 3 burchak va yuqoridan 3 burchak LU matrisalarimiz paydo bo'ldi va mana shu A matritsamizni mana shu ikkita matrisaga ajratdik mana shu usul orqali. Bu juda oddiy edi. Keling buni endi NumPy'da tekshirib ko'ramiz. Bu matrisalarimizda L matritsamizda U matritsamizni yozamiz, bir-biriga ko'paytiramiz. Natijada 4 1 2 3, ya'ni original matritsamiz. Demak, javob to'g'ri. Endi QR yo'yishga to'xtalamiz. Esingizda bo'lsa, QRda Q matritsamiz ortonormal vektorlardan tashkil topgan matritsa edi. Birinchi mana bu matritsamizda ustunlarini ko'ramizda, 4 2 1 3 ustun vektorlarga ajratamizda, Gram-Schmidt jarayoni orqali biz ikkita vektor olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bir-biriga ortonormal bo'lgan vektorlar. Buni o'zingiz qo'lda oldingi darslarimizda Gram-Schmidt jarayonini o'tgan edik. Buni o'zingiz ko'rib chiqishingiz mumkin. Lekin natijada bu yerda men mana bu ikkita vektorni olganman, ortonormal vektorlarni. Endi mana shu ikkita vektorlarni ustun vektorlarimizni matritsaga joylasak, birinchi ustunimiz, ikkinchi ustunimiz, biz Q vektorimizni olamiz, ortonormal matritsamizni va R rimizni topish uchun bu yerda Q ni topdik, R ni topish uchun biz shunchaki mana bu matritsamizning transponerini original matritsamizni o'ziga ko'paytirib qo'yganimiz kifoya. Va natijada mana buni olamiz. Buni yana NumPy'da tekshirib ko'ramiz, ya'ni o'sha javoblarni NumPy'da matritsa yaratib yozib qo'yamiz, bir-biriga ko'paytirsak yana o'sha original matritsamiz 4 1 2 3. Endi oxirgi yo'yishimiz bu eigen yo'yish. Eigen yo'yish esingizda bo'lsa, biz matritsani 3 ta matritsaga ajratishimiz kerak edi. Bittasi ikkita matritsaga deganim, X matritsamiz va sigma matritsamiz. Agar X matritsamizni topsak, uni teskarisi mana bu oxirida joylashardi. Esingizda bo'lsa, birinchi eigen yo'yish uchun biz eigen qiymatlar va eigen vektorlarni topishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, biz mana bu diagonallardan lambdani ayiramizda, uni determinantini 0 ga tenglardik va bizda mana bu xarakteristika tenglamasini olardik va buni ildizlarini topsak, bizda lambdamiz birinchi ildizimiz 5, ikkinchi ildizimiz 2 bo'ladi va ularga xos eigen vektorlarimiz 1 1 va minus 0,5 1 bo'ladi. Endi mana shu eigen vektorlarimizni bitta matritsaga ustun vektor qilib turib, bitta matritsaga joylasak, 1 1 birinchi vektorimiz, minus 0,5 1 ikkinchi vektorimiz, biz o'zi x ni topamiz, mana buni topamiz. Endi lambdani topish uchun biz shunchaki eigen qiymatlarni diagonal bo'yicha yozamizda, qolgan elementlarni 0 qilib qo'yamiz va mana bu matritsamizni olamiz. Ko'rib turibsiz, javobni topdik. Mana x bor, natijamiz va lambdamiz bor. Keling buni endi tekshirib ko'ramiz. Yana o'sha matritsamizni yozamiz bu yerda. XL'larni va bir-biriga ko'paytirib, uni mana bu x'imizni teskari matritsasini topib, NumPy orqali ko'paytirsak, yana o'sha 4 1 2 3 original matritsamizni yaratdik. Ko'rib turibsiz, bu juda oddiy edi. Endi keling mini loyihaga kelamiz. Maqsad mana bu rasmimizni biz kompresslashimiz kerak edi. SVD orqali qadamlarni birma-bir hozir ko'rib chiqamiz birga. Birinchi bo'lib bizga bu o'zi berilgan edi. Buni o'zgartirishingiz shart emas. Bu bizga matritsamizni beradi. Sizga matritsamiz. Bu yerda biz tasvirni yuklab olyapmiz-da, uni matritsaga aylantiryapmiz np array orqali va buni rasmini chiqaryapmiz bu yerda. Va image.shape, bu shape degani
NumPy arrayda matritsamizda o'lchamini ko'rsatardi. Ya'ni bu yerda 1439 ga 1080 hajmli matritsa. Ya'ni ko'rib turibsiz, bu shape hajmini ko'rsatadi. Bu ko'rib turibsiz, juda katta matritsa bizda. Mana bu rasmimiz matritsa hisoblanadi. Endi birinchi qadamimizda biz SVD yo'yish orqali buni 3 ta matritsalarga bo'lishimiz kerak edi. Siz shunchaki SVD ni chaqirishingiz kerak edi. Mana shu tasvirni berib, sizga 3 ta bu funksiyamiz 3 ta matritsalar qaytaradi. Agar buni ko'rib, mana bu shape turib hajmlarni ko'rib chiqsangiz, bizda mana bu o'lchamli matritsa, birinchi U matritsamiz va shuncha elementdan tashkil topgan, singulyar elementdan tashkil topgan S vektorimiz bor va bu yerda VT matritsamiz, mana bu hajmdagi matritsamiz bor. Ya'ni kvadrat matritsamiz. Endi bu yerda sizdan talab qilinadigan narsa mana bu S, ya'ni singulyar qiymatlarimizni mingdan ortiq ko'rib turibsiz, singulyar qiymatlarimizni tasvirlashimiz kerak edi. Qadam 2 da shunchaki siz mana bu funksiya orqali, mana bu kod orqali siz buni chop etishingiz mumkin edi. Ya'ni ko'rib turibsiz, birinchi singulyar qiymatimizdan boshlab 1080 singulyar qiymatimizgacha ularning singulyar qiymatlarimizning o'sha haqiqiy sonlar, haqiqiy qiymatlari qanday ravishda qisqaryapti, buni ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni 100 gacha kelgan joyigacha, mana 50 yoki 100 gacha bizda juda katta singulyar qiymatlarimiz bor va undan keyin esa sekin ularni o'zini qiymatlari pastlayib ketyapti. Endi maqsadimiz bu yerda biz mana bu birinchi 100 tagacha bo'lgan singulyar qiymatlarimizni olamizda, ularni ishlatib biz tasvirni tiklashga harakat qilamiz. Buning uchun biz nima qilardik? Mana bizda berilgan bitta singulyar qiymat 10 ta, 20 ta, 50 ta, 100 ta. Biz rasmni tiklash uchun shunchaki matritsamizni kesib olardik. Ya'ni mana shu k songacha, 10 gacha yoki 20 gacha yoki 100 gacha matritsamizni kesib ol va o'shancha 100 ta bo'lsa 100 ta, 50 ta bo'lsa 50 ta bo'lgan singulyar qiymatlarni ol va diagonal matritsa yarat. Chunki bu bizga vektor qaytargan. Mana bu S'imiz SVD, NumPy'da SVD esa bizga vektor qaytaradi. Biz shundan diagonal matritsa yasashimiz kerak edi va xuddi shu tarzda biz VT transpose orqali mana bu k ustunlarini, oxirgi matritsamizda k ustunlarini tanlab olardik. Va shu bir-biriga hammasini ko'paytirsak, biz rasmni tiklashga harakat qilardik yoki o'sha rasmimizga yaqin bo'lgan rasmni chop etardik. Agar buni yurgizdirib ko'rsangiz, mana bunaqa tasvir olishingiz mumkin natijada. Ya'ni bu yerda bitta singulyar qiymatni ishlatsak, bu yerda rasmimiz bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi 10 tasini ishlatsak, o'zi rasmimizga yaqinroq, bir original rasmga yaqinroq qanaqadir tasvirimiz bor. Lekin singulyar qiymatlarni oshirganimiz sari 100 taga masalan 100 gacha bo'lganimiz sari ko'rib turibsiz, tasvirimiz tiniqlashib boryapti. Ya'ni uni o'sha tasvirda quality'si deydi, o'sha tasvirda quality'si yaxshilanib boryapti. Ya'ni sifati, o'zbek tilida esimdan chiqib qoldi so'z, sifati yaxshilanib boryapti. Demak, bu degani nima degani? Bizga esingizda bo'lsa 1000 ta funksiyamiz 1000 ta singulyar value qaytarganida yoki 1000 dan ortiq singulyar qiymatlar qaytarganida, bizga 1000 dan ortiq singulyar qiymat kerak emas tasvirimizni tiklashimiz uchun, balki 100 tasi kifoya deyapmiz bu yerda. Ya'ni ko'z ilg'amaydigan darajada biz farqni ko'z ilg'amaydigan darajada, sezmaydigan darajada biz rasmni tiklayapmiz. Ya'ni eng asosiy informatsiyalarda o'sha mana shu 100 ta eigen qiymat jamlagan informatsiyalarni olyapmizda, tasvirimizni tiklayapmiz. Endi keling, mana shunimizni tiklangan rasmimizni birinchi ko'ramiz. Tasvirni oldik. Endi uni sonlarga olamiz. Ya'ni matritsamizda nechta element bor? Buning uchun nuqta size deb yozib turib, org degan bitta o'zgaruvchiga joylaymiz va compress degan o'zgaruvchiga esa
mana bu 3 ta matritsamizning va 3 ta matritsamiz emas, lekin 3 ta 2 ta matritsamizning elementlarini va singulyar qiymatlarimizning o'sha nechta ishlatgan singulyar qiymatlarimizning sonini yozamiz. Ya'ni bu yerda 100 ta. 100 qo'shuv o'sha matritsalarimizning elementlari. Va buni chop etsak, ko'rib turibsiz, original tasvirimizga shuncha element ketgan edi. Ya'ni 1,5 milliondan ortiq elementlari bor edi matritsamizda elementlari. Endi kompresslagan holatida bizda 252 mingta piksel yoki elementlar ishlatyapmiz xolos. Bu degani endi agar mana bu formula orqali original mana bu element sonlar, original matritsamizning element sonlaridan kompresslangan variantini element sonlarini ayirsak, shunda bizda qancha joyni tashlab yuborganimizni olamiz va o'sha tashlab yuborgan joylarimizni sonini yana original matritsamizning elementlariga bo'lsak, shunda biz nisbatni olamiz, ya'ni qancha o'sha joyni tashlab yuborganimizni va buni 100 ga ko'paytirsak, bu bizda o'sha protsentda chiqarib beradi. Agar buni hisoblasak, ko'rib turibsiz, deyarli 84% biz rasmning detallarini tashlab yuborganimizda, ya'ni tashlab yuborganimizda rasmimizni o'sha kompresslaganmiz. Bu juda katta zo'r kompresslash degani. Bu yerda yakunlaymiz mini loyihamizni. O'ylaymanki darsimiz sizga yoqqan degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, do'stlaringiz bilan ulashing va keyingi darsda ko'rishguncha xayr.